Ventra 3-paysa avtomat korobka. Bitta amerikankasi yo'q ekan. 3-paysamiz lyuklari bor, ABS bor. Yaxshi mana Michelin ballonlari ham bor. Ko'rib turibsizlar, bu brend. Qimmat turadi. Xo'p, buni yana bizni sizlarga yetargan bo'lsam, mana bunaqa Magicar pulti bor. Ochamiz. Tayyor mashina, bokovoy knopkasi bor. Maqtanadigani u emas. Sizlar yaxshi ko'rgan original Malibu bar. Malibu rul. Probegi yurgani radnoy 62 ming yurgan, bir qo'l haydalgan, stage qilingan, tortishlari вообще zo'r. Uchun lyuk обязательно. Lyuksiz sotilishi qiyin. Ko'pchilik olmaydi ham. Eng qizig'ini aytaman. Eng qizig'i u optirasi bor ekan, amerikankasi yo'q ekan. Mana. Propan svejiy qo'yilgan. Ayamasdan yurasizlar. Benzindan muammo bo'lmaydi. Endi propan benzinni kuchini beradi. Mana tayyor mashina. Xadoylari ko'p, juda yumshoq. Juda akkuratni qaralgan. Xo'p, mashinamizni Celi kraskasi toza-yu, lekin mana bu parogida bor ekan. Men talshinimerda o'lchadim. Mana bu kalinkasi bilan. Mana shu yerda parogida bor ekan. Shu etib qo'ygan yaxshi. Kelib yana ko'rib olasizlar. 2020-yil mashinamizni. Toza 12 ming bo'lsa berib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa 23 ming ham bor. Polni komplekt hamma narsalar bilan propan gazlarni 14700 ga. Agar xohlasanglar 2022 ming ham bor. Uni biz sizlarga 13900 qilib beramiz. U ham narsalari bor, tayyor. Shumkalargacha. Buni lekin 12 ming beramiz. 20-yil tayyor bo'lgani uchun foydalanib qolinglar. Hozir amerikanka qo'ymasanglar 1 million 50 ming bo'lyapti. Buni doplatiga yana 300 ming so'mga olib qolasiz, sizlarga bir 700 mingga aylanadi. Amerikanka. Shu foydalanib qolinglar, telefon qilinglar.